ovozi bek yiqimliq bir anglısaqlı bilimiz, u ovoz bergan filmlarni ko'sak yoyrar dilimiz. Yiqimliq o'zgacha ovozi bilan hammamizning e'tirofi ham yaxshi ko'rishig muyassar bo'lgan atoqliq ovoz artisti G'ayrat Osmonning hayoti, unutilmas aslimlari, ta'sirli hikoyalari, kasbda ko'rsatgan to'hfa natijalari bilan shu qadar go'zal, shu qadar ma'nilik. U ovoz bergan kino televiziya filmlari va obrazlar hali ham esimizda. Aslimalar ichidagi go'zal aslimalar mana bu albomda. Uning siz bilmaydigan nurg'un hikoyalari bugungi unutilmas aslim suhbatimizda. Uning yiqimliq naqshlari mana bugun aslima sahnamizda. Biz bugun G'ayrat Osmon akimizning go'zal aslima ma'nilik hikoyalariga quloq solamiz. Sana onda kısa kızgın cevaplarımız bilen Şinjan Radyo Kino Televizyon Tiyatro Tercim Merkezi'nin ataklık avaz artisti G'ayrat Osman Ustazni hürmet bilen sahnemizdeki teklif etimiz. Merhamet. Seylige baratım sayram kölige Vilspitni minettu kızlar keynide Garmun gitar tenkeştur muğluk köylege Halli güzel eslime isil dilekler Alamazlar, şikayetsiniz. Unutulmaz aslime. Şunçilik hayacanlanmadım ben çünkü ustazımni ko'rdim. Aynı vaqtlarda ben mektep bitirib, ustozning oldida tunji mushu ovoz kasbidan ta'lim olgandim. Shu vaqtlarda ustozlarning singdirgan ajri ajoyib zo'r. Shunlashqa bizning o'zimizning xizmat o'rnimizda astola natijalarni ko'rsatib kelyapmiz. Ustoz Didor G'animat, xush kelibsiz. Rahmat. Bugun mushu sizning unutilmas aslimingizni anglash uchun naq maydonga kelgan aziz mehmonlarimiz bor, shirkat mas'ullari bor. Shuning oldi bilan mushu shirkat mas'ullarini bir tunishtirib o'tgan. Mas aslimini anglashga shunchalik taqozo bo'lyapmiz. Siz mushu ovoz berishdan burun qaysi xizmat bilan shug'ullanardingiz? Bu savol chiqib qoldi. Endi men bu ovoz artisti bo'lishning oldida men shu Span maktabni bitirib o'qituvchi bo'lgan. 12 yil o'qituvchilik qilib, shu jarayondan endi shu televiziya stansiyasiga umumyuzlik hamma kasblar bo'yicha odam oladigan bir ish qilib, shuning bilan shu vaqtida imtihon qatnashib shu kasbni qilib qoldim. Endi mendaqcha aytganda bu ovoz artisti qilishimmi bir tasodifiylik, men o'zim uning oldida bunda bo'lishimni o'ylamagan. Demak, ustoz shu vaqtda sizni maktabdan ko'z tutish va sizning shu ovozingiz naq maydonda ustozlarning anglashi qilgan vaqtida shu vaqtdan balliq yosh vaqtlaringizdan boshlab ovozingiz bek go'zal ekan. Men buni uqmaydi ekanman-da. Nurg'un odamlarda men shunda o'ylab qoldimki, ajoyib o'xshamagan shunday bir ortiqchilik bo'ladi ekan. Har qanday odamda. Shuni sezalisa, shu bo'yicha mangsa ajoyib bo'lib chiqadi ekan. Men bu ovozimni uqmayman. Men endi o'qituvchi. Men tanarkat o'qituvchisi. Axir ayak berib qoldim. Berib qabul qilindim, shu yerda ishladik. Biz baga vaqtlarimizda u bizniki tarjima bo'limimiz nəhayət kichik. 10 neçə adam bor. Tarjiman bu ovoz artisti texnik bo'lib. Endi shu yil o'tib, ikkinchi yilga kelgan vaqtida yilning 5ida qolgan ovoz artistlarni Dilshod Barat, Yolqin Safar, Shavkat Mamat qatorliq Baxtiyor Umar ularni qabul qilindi. Shundan sal qo'shinimiz sal ko'payib qoldi. Endi ashunda vaqtida kelgan men. Shu kundan boshlab bilib qoldim ovozimning qimmati bor ovoz o'xshaydi bu. Bunda bo'lsa, hozirgi fursatni men shu naq maydondagi korxonchilik bersam, balki sizlarmi ustozniki ovoz bergan kino filmlarini bilasizlar deb o'ylayman. Undaqda sizlar bilgan shu kinolar qaysi ustozning ovoz bergan filmlaridan sizlar bir deb baqsanglar. Endi menga eng burun ta'sir qilgan shu televizorni bek undan ko'rgan hech kim ya. Şunun aşının avazı hem de bizge
kulak nimemde yarab durdu. Jogolyan. Mening esimde qolgani shu Teshovlan tadbirkor Teshovlanma. Shuning ovozingiz. Benim şu avazınız çaylı qolganqa men mana shu Jugulyanning kinosi bek tuli ko'pmadi. Şa başına hep yaplarlar şunu. Aslında şu avazınız bek zil. Aslında chiqib nima qildimda o kinoda ko'rgan, hozir amaliyotda naq maydonda ko'rishdim. Naq maydonda uningda mı çayliq kerakni islam avazınız. Rahmet. Men şu tuncu olup alğan şu mavzudunun avazını, bəgən avazınızı şunda bir mükemmel. Maş avazım şunda bek yaxşı, bek jallıq çıqqan. Şunundan tatıb esimdə qalğan hazır. Şu yaş vaxtlarınızda mı şu avaz? Yaş çoğun olsanız mı şu avazlı bakıyorsun. Ovozimiz qiymaydi ki demek. Avazınız qırmaydı ki, o'zingiz qırsınız tasa. Demek unda olsa sizning şu ovoz kasbiga tunji qabul qilinganda bəgən kino film esingizda bormi? Ben 84 yıl kabul kılındım. O yılı abay degендek balla azdı. Onun üstüne hemimiz yeni yaş olgandı ki yeni kesipte bu kanda kılıdı. Bu kesipten terbiyelenip bakmagan dikin bizge endi bekle bu ham. Şunu olan aralıkta şu Wusun degen 8 kısımlık televizyon tiyatrını işlemekçi oldu. Bölüm, idare alaydı. Bunun kanı bizden küçüğümüz yetmeydi. Çünkü onun hele kıyılık dereceleri var. Mesela Wusun'un avazını kim verirdi o? Hele pişkan adam olmuşsun ben. Sonra kino stüdyosideki artistlerden faydalanıp bizni şulara koşup qo'shimcha ovoz ham omma ovozini berish orqali dastlabki mush kasbning qanday bo'lganini bildirish maqsadida mushuni ishladi. Shu vaqtda men uni asosan bosh rol, asas rollarning hammasini ashlar berdi. Biz qo'shimcha rollarga men qo'shimcha rollardan omma rollarda ovoz berib, bu ovoz berish degan manda bo'ladi ekan deb dastlabki uqumga paydo bo'lgandi. Shu bo'ldi. Endi rasmiy şu kinodan keyin bizga yangi kuchlar qo'shildi. Bir muncha ovoz darslari. Shuning bilan biz ayrim bir kino ishlamoqchi bo'ldik. Bu yerning Sahri Jimjit degan bir kino var. Sovet ittifoqiniki. Shu kinoni ishlamoqchi bo'lib, uningga rejissorni shu studiyadan kino studiyasidagi dangliq tarjima ovoz rejissori Shahzodam Muqit Appayni taklif qildi. Chunki u kinoda ayollar jiq. Vaskop degan adam birla. Qolgan qo'shimchani o'yab nayt oz chiqdi. Asosan ayollar. Shunga shu filmga meni shu Appay Vaskopning Vaskopning rolini menga taqsim qildi. Qilgandan keyin dedim, qarasam butun hamma yerda gaplar, mechdilar. Buni qanday qilaman endi? Unisiga bu Appay taklif qilingan davyan. Endi bizning yenimizdagi emas. Bu ayolning oldida qanday nima kunni ko'raman endi buni deb o'zimcha bir xil ajna o'ylanim bo'ldim yo'q. Lekin shu vaqtda men mush kasbni qilgan ekanman men. Cho'qim mushnaq boshrolllarga berishim kerak endi. Mayli. Buningga men birinchisi shu tayyorlikni puxta qilay. Vaqti tayyorlik nima tayyorlik desanglar, butun ssenariyni o'qib, hammani ichib bilish. Shuning bilan men asosan kitobni butunlay yodlab bo'ldim. Shuning bilan bu kinoga ovoz berdim. Appayimda qarab yeni bir kelib qolamiz dedi. Bo'ludul deymizda uningga. Yeni kirdi. 2-3 qatim kirganki bo'ldi dedi, olib qoldi. Shuni bilan ashkinoga ashna qilib ovozni berib etdim. Berib etsam Appaymi bak rozi bo'ldi mendan. Shu Appayning gapi bilan shu filmdagi muvaffaqiyat bilan menda mush kasbga bo'lgan qizg'inlik yana bir baldoq ko'tarildi. Men kasbni tanlab tepdim endi. Demak, ana mushu gap qaraganda men mush kasbning materiali ekanman. Cho'qim buningdagi texmi tirishib, mush kasbning eng oldiga bo'lib menishim kerak degan mandaq bir O'yga keldim. Endi balkim ustozning shu vaqtga tunji o'sha ovoz berishi sizning mangu esingizdan chiqmaydi. Balkim shu bu yerning Sahri Jimjit filmlaridagi har bir obrazlar, har bir dialoglar balkim sizning yodingizda bor deb o'ylayman ustoz. Shu naqmaydan azroq bir ariya o'rlab baqamdi. Vaskopning endi bir mayor keldi. Mayorga yaxshi qo'laman deb o'zi ashada bir gapni qildi. Qarang yo'ldosh mayor, uning qayer payjonga o'xshaydi. O'zining o'tigini mi topamisa deb tatlaydi. Demek ustoz shu ovoz berishda eng muhim halqa nimada?
Aslında bu kasıpta yatka mağdı dikendik. Kino stüdyosu mu şundakla. Bizge mi bu koygan talep şundaktı. Bu vazipenin köpüyüşüge bekip bu yatka ülgürüp oğulunmadı. Şunun olan okuşku başladı. Bu okuşma bizden andi başlığımız Abdurrahman Esed. Bu özü dikturluktan çıkan. O adam til cihetten, avaz cihetten, okuşluk cihetten acayip maharetke ega o. Bu adam okuyup tushirib qoldi da ba'zi gaplarni. Shunlar bizga ta'sir qildi bu. Chunki biz davomli yodlaymiz deb nari japa tatib yuramiz bu yerda. Tugamaydigan ish bo'lsa bu. Shunlar ancha-muncha men endi ish qilib 3 yil yotqi berdim. 4-yilga kelganda endi chidig'im qolmadi men. Uni yodlab ulgurib bo'lolmayman. Endi o'qishga baş. Shu o'qish jarayonida Abdurrahman akamning o'qish ustoblaridan azroq foydalanib, asta-asta o'qib turib ham yodqa ham qarab ibadet. Endi men bu yerda bunun endi eng muhim yeri degan gap chiqib qoldi. Endi bu muhim yer nima desanglar, bu so'zga intayin puxta bo'lish. Yodlamasak mayliki cho'qim o'qib uni bir necha qatim o'qib tilimizni, ovozimizni ko'ndirishimiz kerak. Ikkinchisi hissiyot jihatida endi bu. Ash qarish tarafning ahvoli qarab, cho'qim ash kinodagi ajo oxirgacha bu odamning vazifasi va boshqa ahvollardan cho'qim tanishib chiqish kerak ekan. Shunda bo'lgan vaqtida andin o odamning mijoz xarakteri, hamma narsalari bizga oydin bo'lib ketgan vaqtida 1-2-3 qatim o'qib qo'yib, oqidan basak aning singdi ekan. Singdirish deymiz. Tili intayin ravan bo'lish kerak. Ash putlashmaslik kerak. Nayati talaffuz to'g'ri bo'lish kerak majatlarda. Uningdan İnkaz küçük olası gerek. Şuna ben de bu avaz kesipide şu til ravallığını bek yukur orunga koyman. Hemen de hissiyat mı bunun işi de. Rahmet ustaz, rahmet. Ondan keyin nurg'ulg'an kino filmlar ovoz berdinglar. Chiqandik ishlar. Çıkandık işler. Ha. Endi şu bu yana Sahrijim Jittin killa ben bu bölümde başrol olsun ben berdigan bo'lib qoldim. Lekin men vaqtda yosh bo'lganligimdan endi bu kasbga o'tkilib kelgandan keyin cho'qim chiniqishim kerak. Menga ziyni yo'q uning. Shuning bilan berilaverdim, salbiy rolg'im berdim, ijobiyim berdim. Ish qilib nurg'un rollarga beribdiman. Shu jarayonda salbiyga jiqroq berib yutib qolibdiman. Va mening berdiganim nayt ilmiy, madaniy odamning ichidagi salbiy obrazda. Çünkü bizning o'zimizning filmlar endi yani shujular. Ayalim bak gördü bu gençini. Körüp kirip gitip işige arlıkta. Sen bu şuna selbi obraz olsun, nacar mı da eski adamdan olsun sen beremse. Ben berime emez. İhtiyaç şundak. Sen bunu okumaysa. Birerlik adam berdi onu. Onun selbi obrazga söz vermek intayin ters. Yeni birisiga ben külüp gittim bunu açıklanmayayım ben. Çünkü onu bir körermen süptedi. Bana deyilip atıdı bu. Demek ben bek okuştu tuttum onu. Bek okuştu etkenliğimden o aşındak fikirgi payda olgan gap. Ben onunla hoş oldum benden. Ahire keyin özüm düşünüp kaldım. Tencide babyo kıran çağdan senem. Kammıdı el leşkirin yege karab. Hemmedin gayuridin şevketlik hem boldu cip. Ey, ikinci ağa, ustaz, ağa yerde. Çoğun ağamla əsəb oturandı, neyme? Bu iş bəhmi aydın boldu. Basam kuda, bağmısam cuda. Bu bəyligidin 100 öresek bulmaydı. Kuduluşqa bağmısam, cuyu leşker tatip, kün petişqi mağadı. Xatarda qalımız, vəziyyət bozuludu. Eğer basam, cuyu leşker tatışqı bahane tapamaydı. Okusan özən pul tepip oku. Ya bulmasa erge tikip, eranın puluğu oku emdi. Menin karım yok. Xoşametinizden yayrap getdim. Lekin peytemez. Ben imtihan qayğısını xalis görme. Bana etibar kılamı ki de xiyal eyleme. Peytini del vaxtıda tuttunuz. Ben sizin ümit üzgülü taslık edibidim. Gerçi en ahırkı dakikada bolsa mu, herhalde sizni hata tanımaptım ben. Biroq yaqinda biz o't o'chirgichlar komandasi bilan musobaqaga tushmoqchidik, shunga mudir vaqtni chim tutib mashq qilyapti. Uqdingizmi? Bo'ldi, xonim. Sen seni ayıplayman, men u mundaq demadi-ku. Xonim, merinning mijozi sizning mijozingizga shundoq o'xshaydi.
Şöyle eşkimiz tak çıkıp küc yıkıp kelmekçi boğan. Keyin bunundan yaltayıp kızımızı körüp kildiğen bulduk. Qizimni ko'gim kelgan tursa. Şundaq? Shundan keyin hamda o'sha salbiy obrazlar bilan ijobiy obrazlar kelgan vaqtida o'zingiz tanlaydigan bo'ldingizmi yoki bo'lmasa mayli qaysi bo'lsa beraverma deydigan bo'ldingizmi? ishlaydigan film bo'lib qolsa man o'ylaganlarimni asosan rejissyor manga taqsim qilib bo'ladi. Ba'zilarda manbasammi bo'pti ekan deganlarim bo'ladi. Bu artistlikda bor-ku. Mani manbasam bo'pti ekan degan gap u o'rtaqli gap bu. İntilidi onunla. İntiliş hata emas o. O kasbni ilgirlayman deyapti-ku u. Mendim bo'lgan onda ishlar. Asosan endi bu yerda kasbiy axloq deydigan bir gap bor bu yerda. To'g'ri. Endi menga kelmasimi bu rol, menga basti ani. Men basamti. Davasak bo'lmaydi. Chunki menga to'g'ri kelmasa u. Uni men pala rolga berdim degan gapni shu nomni olsak bo'lamda, o film yaxshi chiqmaydi-da u. Shunga endi bir qatim shunda bo'ldi. Rejissor bir kinoga rol taqsim qildi. Menga shu kinodagi asosli rolni taqsim qildi. Boshdan oxir gapchiq, muhim endi u. Endi shu kinoning ichida muhim gapi bakchiq emas, lekin odamlarni bak diqqatini oladigan, shunday bir ta'siri kuchli bir rol bor. Uni sal qarab qopti uningga. Shuning bilan rejissor kirib, "Mani men bermay. Kim berdi?" dedi. "Falonchi berdi." Yeni bir artist var. O aşınanga nayet maskelidir. Sizce deydi. Ben meşgulünü vermem. Onun az kep kalmamdı deydi. Az kep kalsa yeni birini bersiniz buludu. Koşar. Lakin o mühim arol desem. Dep o adamı oylap doğru görüptü. Endi müşahede kasbi ahlak meselesini bak mühim dep qarayman. Keyini şu işini uspiti görüp takılıdı şu bu işler. Çay koyup ustas. Çay işleş Oldu. paranlaşayla. O abide içimliklerin içsiniz buldu ustad. Buldu. Sulukların içsiniz buldu. Her kıl içimliklerin içsiniz buldu. Unutulmaz əslime. Undaq bo'lsa ustad, siz asliyalamsiz, siz hozirgacha taxminan qanchalik kino, televiziya, teatr filmlariga ovoz berdingiz? Şimdi tahminen oylasam kino, televiziya, teatr olsa 10 ming desem azlık kılıdı o. 10 ming kısım kino ve televiziya, teatrga ovoz verdim desem. Rejissörlük vazifesini yavancık ötüdüm ben. Rejissörlükte ben neçe ming kino ve televiziya, teatrga rejissörlük kıldım endi. Ustad shu ayni vaqtdagi ko'proq yil uchrashgan Dadan deganga o'xshash yana boshqa artistlarimiz bormi ovoz berishlar? Chiqib hamkorlashmaganim qanmidi uning ichida. Bundacha aytganda hammasi bilan bir hamkorlashib chiqibdi men. Bakrak ta'sirlik hamkorlashganim endi Rizva Yasin bo'ldi. Rizva Yasin degan u mening saboqdishim u. Boshlang'ich maktab, o'ttir maktab, Spanga chiqqanda umi tang chiqdi men bilan. Bir maktabda o'qidik. Maktabni bitirib bo'lib, bir maktabda o'qituvchi tushdik. O'qituvchilik qilib u yerda. Keyin mayaga men yo'tkilib, men mishaga kelaman deb yursam, bu Rizvanning ovozi bak yaxshi-ku. Shahzodam Appayninki qizi u. Shahzodam Appayning ovoziga o'xshaydi. Ovoz jarangliq, tili intayin ravon, tili intayin butun endi nayt o'lchamlik. Diktorlik qisasimi gap yo'q. Kinog'im ajoyib keldi. Shuning bilan bir yerda yo'tkilib mayaga keldim. Kelsem bunu yo'tkilib meyakep yeni bir ishxonada, yeni bir artist bo'lib, ovoz artist bo'lib, onun ishlash jarayonida to'liroq bir-birimizgacha dadan olduk-da. Qanday ishxonada ishladiki, Yotmila Prokofyevna degan ayol. Shu men bilan so'zlashgan ayol. Rizva Yasin. Bak yaxshi bo'lgan. Endi mana umidsizlikni desak, uningdagi Marianna, nurg'ulg'an filmlarda hamkorlashgan u saboqdishim bilan. Demek bu savaqdaş, bundak savaqdaşlık hayatta adamda azdan az uçuraydı. Bundan olsa biz suratlar orqali texmo güzel aslimlar qo'yniq bir ko'rib boqaylik ustaz. Bu maktabdagi vaqtim mening. Maktabdagi vaqtimda men tanarkat o'qituvchisi dedim-ku. Shu vaqtida mana shu maktabning futbol komandasidagi bolalar bor. Men tarbiyalayotgan. Bu 80 yıllar, 80 yıllık görünüş bu. 81 mi 82? Sizin yaş kaç yaşla vaktiniz oldu? Bu vaktlar şu 25 yaş etraf, 24 yaş var.
Ma vaqt endi. Men shu vaqtida rejissyorlik qilayotgan vaqtim bu. Ha. Chetdikisi men qolganlar bo'lsa bizning bo'limdagi ovoz artistlar. Dilshod kam tundim. Dilshod ba, Anvar Barat ba, ayada Parat Abdurashid, mayada Shavkat Muhammad. Ha. Mavu endi beniki ailemdeki. Nevra işki. Maçattaki kızım, çoğun kızım, mayadaki kişiye. Ha. Uduldaki oğlum mu? Vay. Maçattaki köy oğlu. Ha. Endi bu suratdagi güzel aslimi bilan paranglashmasak qat deyil bo'lmaydi. Bu endi Evet. akordiyonga ben qiziqaman, yaxshi ko'raman, o'zim azroq chalaman. O'zim bugun oldim, necha perdelarga chala olmayman. Ma'vosa men yo'di qurgan vaqtimdagi müzik çalatqan, akordion çalatqan akordionchilar. Ha. Ma'vo o'zimman. Naqsh aytayotgan vaqtim. 10 necha yilning oldidagi ish bu. Şu vaqtlardan boshlab siz bir tarafdan o'zingizning kasbini qilsangiz, yana bir tarafdan shu san'atga bo'lgan o'tdak ishtiyoqingizni suzitib qo'ymabsiz-da. Shundoq. Mening endi bunda deganim bilan o'zimning vujudimni san'atga bo'lgan azroq qiziqishim bor ekan. Men shu ovoz yaratib ishlab yurgan vaqtlarimda bir qism shu naqsha san'atkorlarimiz vatdi peshqadam. İskender Sayfulla, Haris Ashurov aka degandek. Bular sizni asli naqshida tarbiyalangan odam ekansiz-ku. Yillar bo'lsin o'rganingizmi? Hozir qilayotganingiz shu ovoz ekan. Deb to'li deb ketdi-da, bilginimni ancha dorab o'rgandim. O'rganib yurib, qila chelib, aytib bo'lgan bo'p garmonni qatdan qutdan bir garmon paydo qilib edi. Uni garmonni chap turib aytilgan bo'lib ketdim. Unutulmaz əslime. Hozir mana shu yosh notalarga nisbatan yosh ovoz artistlarini ko'plab maydonga kelyapti. Hozir siz bizning ustozimiz bo'lish sifatingiz bilan mana shu yetishayotgan, yetilgan yosh ovoz artistlariga nisbatan bir qimmatli taklif baho bergan bo'lsangiz ustoz. Bo'ladi. Endi bizniki bu tarjima ovoz kasbimiz yo'qlikdan borliqqa kelib, ozlikdan ko'payib, eng yuqori pallaga chiqdi. Men oldi bilan shu munosabat bilan partiya hukumatga ko'p rahmat aytaman. Bugun kunlikdagi taraqqiyotga nihoyatda asos soldi. Endi meyada men shu ishni qilayotgan yosh ovoz artistlarimizga deydiganim, shu ishni qiladi ekanmiz. Cho'qim shu filmdan xabardor bo'lib qiling. Andan keyin siz bermoqchi bo'lgan odamning qanday odam ekanligini bilib qiling. Shu kinodagi o'rnini obdan tushunib bilib, andan keyin azroq tayyorlikni qilib yetib, andan keyin ovoz bering. Shuningda cho'qim sizningki bergan ovozingizning sifati burunqi faqat o'xshamay, nihoyat yaxshi chiqadi. Rahmat, g'ayratga suhbatimiz shunday qizg'in davomlashyapti. Shu vaqt-vaqtchilar qiziq damlangan bir piyol choy ichgash. Rahmat. Yana davomli go'zal aslimlarga. Endi g'ayratga bizniki shu unutilmas aslimamizdagi eng go'zal aslim bosqichiga keldik. Bizim Gül Oz Aslim xəstəndiyimiz var. Sizdən proqramağa çıxdığınızı anlab kəsbdaşlar bolsun, qolluğucular bolsun, körmənlərimiz bolsun, acayip cix xətçəklərini əvətibdi. Muşlaq qatarda amma acayip bir məzmunluq yazılğan bir parça xət bizim diqqətimizin tatdı. Mən şu xətni içib oxub bərsəm, siz şu xətnin ilgisini bir tepib baxsanız. G'ayrat aka, yaxshimsiz? To'satdan xat orqali ko'rishsak, sizga qiziqarli tuyulyapti. Bu xatlarni o'qib, mening yozganimni bilganingizda, menga yana chaqchaq qilyapsan, degingiz kelyapti. Ilgari sizning ovozingizni televizorlardan anglab, siz bilan tanishishni istab, mushu ovozning egisi qandoq bir kishidir deb, sizni bir ko'rishga tashna bo'lgan bir qadinos iningizdan bugungi kunda to'satdan bir parcha xat kelsa, hayron qilyapsiz. To'g'ri. Biz ilgari siz ovoz bergan kino filmlarni ko'rib cho'ng bo'lgan. Siz ovoz bergan sizning ovozingizni taniydigan bosqichga kelgan bu kunlarda men siz bilan tanishish sharafiga muyassar bo'ldim. Siz bilan tanishib intayin xushal bo'ldim. İlgari siz ovoz bergan televiziya filmlari bo'lsin yoki kinolar bo'lsin, men aramagan vaqtlarimda izlab so'rab, to'rlardan tepib, qayt ko'ratdim. Ba'zi filmlardagi yumoristik, xushchaqchaq obrazlar sizning ovozingiz bilan texmo o'z o'rnini topgan chaqlarda
aşu filmning ma'lum bilaklarini do'rab xushallik topatdim. Necha yillar ilgari biz oxir tunishdik. Men buningdan olamcha xushal edim. Chunki men yillardan beri o'zim hurmat qiladigan, men qadrlaydigan akam sifat sizni tepib olgan edim. O kuni siz menga nayt yiqishliq, nayt tuvanchilik bilan "Ukam, yomonkensan, mariting qo'l qo'ydim, qo'lingga datganmisin" degan cheg'ingizda ajoyib hayajonlangan edim. Shuningdan boshlab ikkimiz aka-uka bo'lishdik. Bizni o'zaro hurmat bir yerga ilib keldi. Bizni o'zaro yo'l qo'yish yaqin qildi. Bizni o'zaro o'g'inish bugungidek yaqin aka-uka, do'st, birodar qildi. Bizni ikkimizning o'rtaq qiziqishi muzikadan iborat. Bu sehri kuch men mushundaq bir yerga jam qildi. Muzika meni sizga mushundaq xatlarni yozishga sabab qildi. Salomat bo'ling aka deb yozibdi. Qarqanda mishadagi muzika bilan siz bilan tunji bir uchrashgan bir go'zal aslim bor o'xshaydi. To'g'ri, to'g'ri. Men birisini shumiki deb eslayapman endi. Balkim shu bo'lib qilish mumkin. Ha, men chaqiramdim yo siz tep bo'lgan bo'yicha deb boqamsiz. Hadi menga bunda xat yozib turganlarmi xili ko'p. Birisimi da'vatman endi. Buni hadi üzüp diyemedim. Bo'lsa chaqiraylik. Chaqiring. Bo'ldi. Onda bo'lsa hammamiz qizg'in olqishlarimiz bilan Loqman Hakim Aslim uyidagi aziz mehmon, ya'ni G'ayrat Osman ustozning inisi, yosh talantli naqshchi, usta, akordeon mahiri Talat muallimni taklif qilamiz. Marhamat. Unutulmaz əslime. Shunchalik xo'sh bo'lyapmiz. Aka ini ikkinlarniki aslimanlarni anglab, biz mo shunchalik xo'sh bo'ldik. Oldi bilan bir salomingizni yo'llagan bo'lsangiz. Salam ekran oldidagi ko'rmanlar. Men naqshchi Talat Yasindan hammanglarga o'tliq salom va alim ehtirom bo'lsin. Bugungi mushu Unutulmaz əslime programmasi orqali sizlar bilan ham G'ayrat akam bilan ko'rishganligimdan ko'pdan ko'p xursandman. Rahmat. Bakın hayatımızda okuğa vaktimizde akam bilen, ustazım bilen muzika bizni uçuraştırdı depsiz. To'g'ri, to'g'ri. Şu tunca uçuraşqa vaqtlar esinizde var mı? Tunji uchrashgan vaqtimiz bo'lsa, yana men shu san'at maktabida o'qishni bitirgandan keyin shu ma'lum bir faoliyatda shu G'ayratkan bilan shu yerda bilib qolamiz. Bu qanday deganda biz men berib o'tirib bo'lgandan keyin G'ayratkan keldi. Men qanday ahvolingiz aka deb men uchoq tanımagan ko'rishgan chog'da shu qanday yaxshimi ukam deb shu ovozi bilan bir salom bergandan keyin men hey siz G'ayratkanmi, ovoz artisi G'ayratkanmi desam dal o'zim men shu yumoristikni aytib so'zlar bilan dedi, shunga kulishgan bo'ldik. Shu chaqda tunji G'ayratkan bilan ko'rishgan vaqtim, hayajonlangan vaqtim edi. U kunisi faoliyatimiz bak qizib ketdi. Bo'libmi men G'ayratkanni ko'rgandan keyin menda bu hayajon texmo ulg'aydi desak bo'ladi. Andan keyin men eng chiroyli mahoratlarimni chiqarib u yerda bir muzika chaldim. Chalgandan keyin G'ayratkan yana qaytadan men bilan bir ko'rishdi. Voy uka, bu muzikalar nima degan chiroyli chalingan, bu qo'llar detganmisiz degan shu gaplarni shu yerda qolgan. Shu hayajonlanib bek xo'sh oldum. Chunki G'ayratkanmi o'z ovoz artisi bo'lgan bilan muzikani, ya'ni shu akordeon mushu muzika asbobini intayin yaxshi ko'radi ekan. Shundan boshlab ishqinlarniki aka inilik munosabat boshlanib ketdi deymiz G'ayrat ustoz. Endi Talat siz shu G'ayrat ustozniki shu naqsh yetishayotdimi ustozning belgilik ta'siri bor. To'g'ri, to'g'ri. Endi siz bir inis bo'lish sifatingiz bilan ustozning shu ikki tarafiga bir go'zal sifat baholarni bersangiz desam nima deganingiz bor? O'zining kasbiy ovoz. Bu bir cho'ng san'at turi hamda muzika olsun, naqsh olsun, ovoz artisi olsun. Mushuning ichidan hamda yana bir o'ziniki bir yo'shirin qobiliyati,
chiqqanda naqshidagi o'zgachilik uslubi o'ziniki shu ovozi Bek chiroyli. bek chiroyli jarangli har bir tovushlarning elishidagi jasurligi borda nayt odamni hayajonga soladi o'zi nayt oq ko'ngil mana nayt kamtar mushu sahada mana oldi bo'lib o'zining davrda bir natijalarni yaratganda menga bek yoqadigan yumoristik hozir javob so'zlarida u bek chiroyli yuragimdan endi g'ayratkamninki mushundaq talantiga odamiyligiga nayt qoyilman Buna qilsa ustoz, mushu talatning sizga ta'sir qilgan eng muhim nuqtasi qaysi? Endi bu talat bilan uchrashgan vaqtimiz shu bir faoliyat, ko'ngil ichish faoliyatida. Shu kuni bu talat ashada o'tirib bir musiqa naqshi aytibdi. Qarab qaptiman qo'liga. Ajoyib nafis chelish deymizda buni. Uni chaldisi mujundami chalamdigan deb qoldim men. Shuni bilan menga shunday ta'sir qildi-da. Şuna va ukam obdan çaldınız, naqshinimi ajoyib etdingiz deb shu ta'sir qilib ketganligidan men shu kundan boshlab talat bilan bo'lgan akı inilik do'stlik munosabatini o'rnatib qoldim. Talatma mening ovozimni yomon qoyilur ekan. Unda bo'lsa ustoz bugun bir fursat bo'lsa, mushu eningizniki shu mahoratini ko'rib baqsak bo'ladimi? Bo'ladi. Çokum körümüz endi. Mujnayali kömeği nerede körümüz endi burada? Elbette, elbette ustaz, elbette. Bo'ladi. Qani bir perde o'rilib o'tang. Mecnun talının tüvide körüp kaldım ben seni Mecnun talının tüvide körüp kaldım ben seni Kolunda bak kızıl gül kimge sunar sen onu Bolup şunca intizar kök asmanga qarayman şıldırılgan suladin yar vesni sorayman Bolup şunca intizar Kök asmanga qarayman şıldırlıgan suladin yarmesini sorayman Aymu çıktı kiyikten Kızcak seni salaydem Amriğini kişiğa özemmilim baraydem Bolup şunca intizar Kök asmanga qarayman şıldırılgan suladin yar vesini sorayman Bolup şunca intizar kök asmanga qarayman şıldırılgan suladin yar vesni sorayman
Çıldırılgan suladın Yar veslini suraymen Acayip, acayip. Yukarıda ininiz, bizim Talat Malı'nın icrasında güzel küydün birini anladık. Hem de usta sizin öz növbetinden nakşını acayip güzel etsiz. Bana bugün bizden unutulmaz aslim sahnemiz. Sizlerden ballık çağlarınlarda, yaş çağlarınlarda etkan. Yani şu güzel aslimli kuylardan bir işkini orlap verсеңіз, biz sizden kuyunuzga jör boğaş, aş güzel aslimlerini bir aslışıp baksak deb bir talep kılgım geldi ustaz. Buludu. Bugünkü bu hoşallık bu günde. Bugünkü biz programımızga bağışlap, ben intayın hoşalman. Şuna bir işkin akşı orlap vereyim. Bahar koynida bağda Örük gülligen çağda Bahar koynida bağda Örük gülligen çağda Meni oygutar bulbul Gülzarlıkta her tanda Meni oygutar bulbul Gülzarlıkta her tanda Tağның nuri kaçmep Yol alayım şu bakka Ümit bilen karaymen Ürük gülligen bakka Can ürük gülligen çağda Can men yarım bilen bağda İşcan amrigim kelse Men küttümen şu çağda İşcan amrigim kelse Men küttümen şu çağda Yarın bilen işleymez Ürük gülligen bağda Yarın bilen işleymez Ürük gülligen bağda Tağның nuri kaçmep Yol alayım şu bakka Ümit bilen karaymen Ürük gülligen bakka Can ürük gülligen çağda Can men yarın bilen bağda Ey menin nurlu kuyaşım Senin için aylandı başım Ey menin nurlu kuyaşım Senin için aylandı başım Yürgünde otla köydürüp Endi aktı menin yaşım Yürgünde otla köydürüp Endi aktı menin yaşım Yanravazim, anlaşık sazim Senin için aylandı başım Yanravazim, anlaşık sazim Senin için aylandı başım
Ömrüm seni bade Bertmelende oynaymen Ömrüm seni bade Bertmelende oynaymen Mellende görünmeysen Taң atqıcı oylaymen Mellende görünmeysen Taң atqıcı oylaymen Yanravazim, anla çok sazim Senin için aylandı başım Yanravazim, anla çok sazim Senin için aylandı başım Asmırımda ayım sen Gönlümdeki yarım sen Akşimi karanguda Yandırgan çırağım sen Akşimi karanguda Yandırgan çırağım sen Yanravazım, anla çok sazım Senin için aylandı başım Yanravazım, anla çok sazım Senin için aylandı başım Voy bek rahmat ustoz, bek rahmat. Bugungi mushu unutulmas sahnamizga yana sizniki nurg'unlagan qo'llag'uchilaringiz bo'lsin, ustozlaringiz bo'lsin, kasbdoshlar bo'lsin, naq maydonga o'zlariniki tabrik so'zini avatibdi. Hamda biz mushu cho'ng ekran orqali shu kasbdoshlarniki tabrik so'zini anglab boqaylik, ular nima deydi ekan. Bugun kasbdoshimiz, xizmatdoshimiz G'ayrat Osmonni azroq ta'riflashga to'g'ri keldi. Bundan 20 yillar burun G'ayrat Osmon qatorliq bir nechimizni televiziyada ziyorat qilmoqchi bo'lgan. Shu chog'da ustozimiz Musajon Azizi bir ko'ngil so'zini ifodalab bir necha bat xat yozganligini deb mening shu xatni shu so'rinda o'qib berishimga havola qilgan. Men bu Musajon akamning shu ko'ngil so'zini hozirgacha saqlab kelgan. Bizga ma'lum kinoga ovoz berish bilan televiziya teatrlariga ovoz berish makro jihatda ba'zi o'rtoqliklarga ega bo'lsa-mu, mikro jihatda yanada o'ziga xos alohidliklarga ega. Mening kasbiy jihatda izchil ko'zitishimga qaraganda tunji avlod ovoz artistlarimizdan Abdurahmon Asad, Farhod Talib, Rizvon Abduqodir, G'ayrat Osmon, Akbar Letip qatorliqlar kasbiy vazifasini yaxshi ado qilib qolmay, yo'l ichish vazifasini unumli holda o'rinladi. Meningcha bir odamning to'pisi o'zining kasbiy jihatdagi muvaffaqiyatlari bilan muayyan qimmatga ega bo'lsa, uning shu kasbda yo'l ochganligi bilan alohida ijtimoiy qimmatga ega qoladi. Mana shu nuqtadan elib aytganda G'ayrat Osmon qatorliqlarning kasbiy jihatdagi muvaffaqiyatlarini, bo'libmi yo'l ichish jihatdagi natijalarini alohida tabriklayman va ularning buningdan keyingi xizmatida yanama zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishini umid qilaman. G'ayratga qanday ahvolingiz? Sizning bir shogirdingiz bo'lishidan bilan sizga bo'lgan ko'ngil so'zimni mushu qisqa video orqali deyishni loyiq topdim. Siz mening kasbiy jihatda tarbiyalanishimga ko'p ajr singdirgan talabchan, mehribon ustozlarimning biri. Siz hayotni intayin qizg'in sevdigan, bek faoliyatchan, hamisha shodaman yuradigan, ko'p qirliq, haqiqiy bir san'atkor. Sizning kasbiy jihatdagi utuqlaringiz, hamisha shodaman yuradigan ortiqchiligingiz bizga ulgu. G'ayratga sizning bundan keyin texmi mushundaq shodaman yurishingizni, teningizning salomat, oilangizning xotirjam, ishlaringizning utuqliq bo'lishini chin dilimdan umid qilaman. Men Iminjon Eli Almas. Men G'ayratkam bilan uzun yillik xizmatdosh. G'ayratkam shundaqla mening kasbdagi eng qobil ustozlarimning birisi. G'ayratkam kasbda intayin mas'uliyatchan, tirishchan, shundaqla astoydil. Turmushda bo'lsa, hayotni qizg'in suydigan, cheniqishni qo'ldan bermaydigan,
külküge erismen boğan aktif energiyalik bir kişi. Men Gayretkamның bundan keyinki hayotiga barakat, turmushiga xotirjamlik, oilasiga ijil inoqlik tilayman. Unutilmas aslimalari mangu saqlangay. Yaxshimsizlar, men yosh naqshi do'stlar Minavar Kerem. G'ayrat Usmon akamiz ovoz berish kasbi bilan shug'ullanib qolmay, ya'ni bizning yangi davr muzika atirtimizning qurg'uvchisi. Bizning muzika atirtimizda G'ayratkam naqshi aytish, cho'ng-cho'ng faoliyatlarga riyosatchilik qilish vazifasini ustiga olgan bo'lib, birga mahir, ko'p qadr, zo'r ta'sir kuchiga ega shaxs. Unutulmaz əslime. Endi şu tapda bizning korxonchilarimizni oldirib ketyapti siz bilan suhbatlashishga. Hamdiki damlar sizlar uchun qana bugungi shu unutilmaz sahnamizdagi go'zal hikoyalarni, aslilarni anglagandan keyin sizlar qanday qarab hissiyat bo'lyapsizlar? Anglab boqaylik. Xo'sh kelibsiz, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Bu ikkinlarninki shu akiyinlik munosabatinglardan aytibek xo'sh bo'ldik, huzurlandik. Shunda bir tasaddubiy shu san'at sohasida bir-biringlarni ishtiyoq bo'lgan asosda oddiy bir uchrashishdan mana hozirgacha mehr muhabbatlik, ustoz shogird hatto qarindoshlik bosqichiga yetib kelibsizlar. Shu munosabatda sizlarning teninglarning bir salomat bo'lishi uchun bizning Şinjan Madar şirketimizning ishlab chiqargan sog'lomlik mahsulotlari. So'q qilsam, shu teninglar taqma salomat, ishlaringlar o'ngishli bo'lsin. Rahmat sizlarga. Rahmat. G'ayratga talat qanavlarga yaxshimi? Hem biz kichigimizdan televizorlarda bergan ovozingizdan tunugan bo'lsaqmi, lekin buna yaqin oraliqda turib sizningki aslimalaringizga jur bo'lish Müştaq şərifiga erişganligimdan bək xoş buldum. Qoyab siz naqsh aytayotganini o'zim bilmaylam, müştaq harakat qilib ketibdina. Menga bir intayin çok xushallik bo'ldi. Sizga bo'lgan qoyilligimizni ham ochdi. Biz Şinjan Luqman Akim Biopentak Çek şirketining nomidan sizlarning salomat bo'lishinglar uchun bir yurish salomlik maslahatini so'q qilsam, sizlar menga salomat, uzun ömür ko'rishinglarga tilakdoshman. Rahmat. G'ayratga xush kelibsiz. Talatqam yaxshi kelibsiz. Burundan ham G'ayratqamning nurg'un televizordagi ovozini anglab biz bekjiq bugun ko'rishga muyassar bo'ldik. Intayin xush bo'ldim. Andan ma ufkumizning Talatqamizning rasmiy bek yaxshi, chiroyli muzikalarni cheppadingiz. Sizlarga intayin rahmat. Sanam shirkatimizning isil mahsulotlaridan bir yuzdan sovg'at qilay, qabul qilasiz. Rahmat. Yaxshimisiz G'ayratga, Talatga. İşkanlıkı dostluqqa hem usta hem şagirdliklar. Mengu damlaşqay, mengu yaxshi damlaşqay. Men Şinjan Sarsaylı Sayat Çek şirketining, yani Qarqash Tarmoq şirketining mas'uli. Men sizlarga ham shu Qarqash Xotan ashaga 4 kunlik aeroplanlik berib kelish, shu sayatni sovg'a qilman. Rahmat. 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 Ustoz, suyumlik, mehri yumshoq, bag'ri yumshoq, oq ko'ngil ustozim. Mana sizga o'tib salam, talat molim, qo'lingizga dard bermasin. Endi G'ayrat akamizningki nurg'ulg'an ovozini biz anglab cho'ng bo'lgan. Esingiz bormi-ki, men tunji qatim oblast televiziya stansiyasida ovoz bergan chog'da intam ovoz berishdan intamnim qanchadim G'ayratkan bor. Parat Tolibkan bor. Ya'ni kim bor? Shularning qanchada men ichiga kirib ovoz berdim, ovoz bersam, ovoz berib chiqqandan keyin G'ayratkan menga degan ovozi yaxshi-ki, sen shu dektor bo'lsang bo'ldi-ki deb meni shu ovoz yatish kasbida sovutayotgancho. G'ayratkanning ovozi haqiqatan o'zgacha. Har qanday odam bir paranglish jarayonlar xuddi mushu talat molini tunib olgandek. Endi ba'zi odamlarningki demisi bilmaydi-ku. Masalan, men palonchi kinoga ovoz bergan desa, shu senmi o aka qulan deydi. Bu G'ayratkan demisimi birla ovoz anglab, siz eliq odamga ovoz bergan qo'y, Jogulian ovoz bergan siz qo'y. İzradaki Fransisko'ga ovoz bergan siz qo'y. Ananiki ma tarixiy filmlardagi Reis Mavzdonga. Mavzdonga. Ovozini ish qilib birla anglagan odam zodi ovozini ananiki ma Suboyda kinodagi o'yin xalpat. O'yin xalpat. Aniki Jeshavlan tadbirkor Jeshavlan degandek bek dangiliq endi bu ustozningki men bek yaxshi ko'raman. Hozirgi naqsni angladik. O naqsni bir xil
lo'yin qilayotgandek bir xil rasmiy ani gap qismi bir xil ovoz berayotgandek mana haqiqiy zada shu tegidin demdoq bundaq shu amir oltindan zada bu ustozniki ana shu fursatda sizni ham bir ta'lim olay deyapman ustoz ta'lim bergaylar man sizdan ta'lim olgach bu yerda bir qisqa qilib Ahmet'den ovoz bersak demoqchi shu janubiy shinjongga berib qolsam ashadagi xalqning to'lisi shu jugolanning gapini bak to'liq qiladi ta'siri bak kuchli ko'p tikandi shu masu deydigan bir cho'ng harbiy olim borchu jugolanning yenidiki mana endi shu masu bo'lsa nima avlat o'zimni masuga o'xshaydi ekan agar shu kiyimlarni kiydirib qo'yadigan bo'lsa ajoyib kelishgan bir masu bo'ladi-da u masumi hey masu men sana jikilab turib dedim hargizmi tog'ning ustiga chiqib qarorga tikma deb qayta desam hop deb oxiri o'zingning bilginini qilib ajoyib cho'ng o'ngsizlikni keltirib nurg'unlagan lashkarlar ham song'unlarim shu jangda o'lib chiqim intayin yuqori pallaga chiqdi sen buningga butunlay javobgar men seni qiymi-chiymi qilib bersammi arziydi lekin bu ziyon ele iziga kelmaydi lekin sen hali yomon emas bir harbiy olim eding mush qitim kelganda jiting qo'ldan ketdi endi biz bir baldoq chekindik qalbimiz sal keyinga surilib ketdi buning butunlay sen javobgar sening endi kallangni olamiz endi sening deydigan gaplaring bo'lsa davog'in manga amal yo'q harbiy qonunda mujna qilmay amal yo'q bo'lmasa mening eng yaqin harbiy olimimding men hozir nihoyatda bir qism bo'lyapman lekin o'lib ketgan song'ullar lashkarlarimni o'ylasam mushu jiting qo'ldan ketganini o'ylasam endi buning amal yo'q shundoq bo'lsinmi sen o'zingning oxirgi bir 4 yig'iz gapingni bir qilib shuni qarab bir ish qilay xo'sh mas'ul vazir azam men o'zimning xato qilganligimni his qilaman ham sizlarni intayin hurmat qilaman asli boshdalar boshbataq qilmay gaplarni anglasa bo'ladi birini qurbon qilib menga savoq berish kerak meni qandoq bir taraf qilsa meni hargiz pushaymonim yo'q o'zim qilgan ishga cho'qim o'zim ega bo'lishim kerak shunga vazir azam meni harbiy qonun bo'yicha ishkilanmay bir taraf qilsa oxiri shu mush kayfiyatlarni tugaydi ular hargiz ne jugolyanga meni qutqizinglar deydigan gap yo'q ma to'g'ri bo'ldi ma u qarsam degan ko'zlari pildirib yosh kelib ketgan shunga men shuni cho'qim ishtaq qildi deb men musharik to'g'riladim bu ablatni shu rahmat ustoz rahmat ustoz sizni yaqindan kelgan ham ekranni ko'rayotgan sizning ismingizda shu suyimli go'zal ovozingizni anglagan har bir inson sizning uzun umr ko'rishingizni teningizning salomat bo'lishini xotirjam yashashingizni albatta orzu qiladi bizniki gul o'shitimiz bozorga solgan sog'lomlashsa turdi men bu sizga bir yurish mushtarat olmishkina bir so'qlay ovozingiz mangu shundoq bir yangrab tursa ma'lum rahmat ustozim rahmat sizga rahmat unutilmas aslama dunyoni yo'ritayotgani dal